Ushbu disclaimerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngilochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Ushbu videodagi barcha voqealar o'ylab topilgan. Real voqealarga o'xshashlik tasodifiydir. Muallif tomonidan bildirilgan barcha fikrlar inson qadr-qimmatini kamsitishga qaratilmagan. Haykancha, oilaviy ko'rish tavsiya etilmaydi. Taqajon, bitta daftar bilan ruchka bersangiz, hammasini daftar ruchkaga tushiraylikmi? Ha, hozir o'qish titrab beraman sizga. Bering. Shumi? Shu daftarga yozing. Formatov Ergash uy-joy kadastr hujjatlari. Taqajon? Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Tombola Nation. Tu ne viendras pas ce soir. Tombola Nation. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Anchadan beri aytmoqchi edim o'zi, tog'a. Ergash, tog'amning qiziga Sayfullo gap o'tyapti. Lekin bu yaxshi bola. Men bunga indamayman. Lekin mana bu kutib yarang, kuni kartoyinga borib, menga uyingni yutqazdi. Mana bu uying dokumentlari. Hurmating bu. Sog' bo'l. Aytib berdi, ishak. Tog'ajon, o'zi jo'rkangiz o'zi g'irromin qilib o'ynadi. Men o'ynamay dedim, zulpini ko'tarib tikkanman desam, mana Sayfiy tog'ani uyini tek deb uni qutashadi, tog'a. Tog'a, Sandan chiqar, siqib qilinglar. Et mon cœur s'habille de noir. Ce sera au cortège. Tout en larmes blanches. Lance-vous sur la branche. Pleure-les sortilèges. Tu ne viendras pas ce soir. Impassible manège. men hali fatality uchun fatality qilaman. Jo'rka, kazzol, to'yrot hammasini o'qizmay, tomizmay aytib berdi tag'amga. Tag'am birinchidan yomon oldida. Qonabam ketdi. Vlajneni zo'rligini qaranglar. Anlayjonlar, bu vlajneni reklamasi emasdi. Bu milliy payda reklamasi edi. 1 minut vaqtlaringizni ayamaysizlar. Milliy Pay ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistondagi istalgan Humo, Uzcard yoki Visa kartalariga eng zo'r kurs bilan o'tkazma qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu ilova orqali barcha turdagi kommunal to'lovlar, mobil operatorlar, internet provayderlari hamda davlat xizmatlari uchun to'lovlarni tez va oson amalga oshirishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun ilova video qo'llanmalar bilan ta'minlangan. Operatorlarimiz esa kun-tun sizni eshitishga tayyor. Ilovani App Store yoki Play Marketdan hoziroq yuklab oling. Milliy Pay, milliy kurs, milliy ishonch. Muncha alashaqshaq tovushqa qilaversan. Gaday, to'yda maslahati munchalik qiyin bo'ladi deb o'ylamoqdim. O'tir. Yo'q, shu fatality bo'ldimi deyman-da gada. Qara, fatality bo'ldi. O'zimdan o'tgan o'zim bo'lib o'tiribman. Muncha alashaqshaq tovushib qilaversan. Nima bo'ldi hay? Ana Jo'rka Kazzoning tag'iga oqizmay, tomizmay hammasini aytib berdi, to'g'ri. Ular, men senga nima dedim o'sha payt, ha? Tog'amga aytaylik, hal qilamiz. Yo'q, nimaymish Jo'rka mujik tog'amga aytmaydi, o'zim hal qilaman. Nima bo'la, nima? Qayerga qarayapsan? Jim, Sayfi ish. Hadla qara. Go'sht dedi kelar, qara. Nafas oldi. Qildi. Ana go'sht. Hech kim tandir yoqqani yo'q-ku. Uf. Gizay hidi keladi-ku. Menga qara, qo'l turib, qara. Hayli ikkita go'sht turibdi. Steak boyagina kuchukday tayog'ingda yana nima boshlamoqsan? Menga qara, zapomni. Chumchuqdan qo'rqqan tarix ekmaydi. Tag'idan kuchukday tayoq yegan gaday o'lmaydi. Men ketdim ishga. Aka, unday bo'lmaydi-ku. 1 yildan beri eshigingizda qatnayman. Bering-da aka. Aka, aniq kunini ayting menga, tamom, boshqa gap kerak emas. Har kun qatnayman men siz oldingizga. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? 1 yildan beri qatnayman eshigim tagiga. 1000 dollar pul olgan, hali bermaydi. Nima qilayman? Nima? 1000 dollar? Ey rais bojon, endi meni aybim mahallani tinchligini saqlaganimmi? Mana ikkovi yoqma yoqa bo'lib o'tirgan ekan. Bordim, hurmat yuzasidan assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nima xizmat, nima yordam deganim bilaman. Mana qaraboya qasarlatib urib ketdi-ku rais bojon. Gumora qasar uryapti, xuddi kamasini qilib o'shanga uryapti rais bojon. Mana jigarim mendan xavotir oldi. Juramga teginmanglar deb yugurib kelganini bilaman. Ana shu qaramaysiz, juram nima qilishyapsan deb Putinning kardagidan bir tepdi. Mana qarang, MRT qildi. 0.5 grija orttirib o'tiribdi. Mana qarang, 0.5 grija orttirib o'tiribdi. Va yerda men uylan ekan balada rais bojon, bittaning tuyi bo'lsa qudalar oldiga assalomu alaykum. Ha, demaydi-ku rais bojon. Qarasangiz qarang. Yo, qayerga qarayapsiz rais bojon? Nima qilyapman? To'g'ri qilyapsiz. Buni to'g'ri o'sha. Ha, bunaqasi. Ana shu meni bosh miya chanoqlarimda chayqalishi bo'lyapti rais bojon. MRT qildi, doktorlar aytdi. Ko'p o'zingizni nero qilmang dedi. Men miyangiz ketibdi o'sha deb taklat qilmayapti. Rais bojon, ishonmasangiz, yuragimni ham ikkiga qildirdim. Ko'rsatdi. Berdi o'sha. Ekstanga oldik. Mana qarang. 2 marta yuragimni ikkiga qildim. 3 xil natija chiqdi rais bojon. Yigitlar, o'yna kerak emas deb ketayotganim bilaman, oyog'im aralash ketdi mana. Rais bojon, qarang, ikkita chashka yo'q hozir mana. Voy. Qanday yurib keldim bilmayman. Ayollar o'ziga bo'ysunmayapti rais bojon. Yo rais bojon, gaplashsangiz gaplashing bu tovarlar bilan. O'zi qancha qarzi bor? Shu gidita 4-5 mingdan qarzi bor. Menga qarab, protokolga yozishim kerak. Aniq ayt. Dangali, nech pul qarzi bor? Menga qarab, hamdan to'ylagan nech pullar chiqadi? No, примерно 5-6. Bo'ladi. 3 ming ham gaplashsang bo'ladi, 3 tutlik. Rais bojon 5 ming. 5 ming? Ha? 5 ming uchun shunday uranlar. Yo'q, hal qilsangiz qiyin. Bo'lmasa yuqoriga chiqaman. Agar yuqorida hal bo'lmasa pastga tushaman. Shu yuqorida pastda yuraveraman ishim hal bo'lmaguncha. Menda hamma dokumentatsiya bor, zakljucheniyalar bor, doktorlar qog'oz. Hal qilamizmi yo'qmi rais bojon? Hal qilamiz. Hamma ishing bor-ku, pastdan hal bo'ladi. Ukajon, abza o'tirib. Rahmat. Bizning mahallada hech qachon jinoyat sodir bo'lmagan. Bo'lmaydi. Mahallamizning eng fidoyi, eng bir zahmatkash, eng yaxshi fuqarolardan sen. O'zimdan beraman. Aytsangiz. Chaqqa qo'l ko'zimga. Tez bo'l. Aynan, sen qayerda? Validolim bor edi qayerda? Yo, Muhammad. Maya qarang. 1 soat vaqt 5 ming getirib berasiz. Menga ortiqcha gap kerak. Bo'ldi rais bojon, xalqimiz. Rais bojon boringizga shukur, rahmat. Siz bor qarang ishlarimiz halol bo'ladi. Buni bering rais. Nima qilasan? Yo'q, endi nima qilasiz buni xonangizda rais bojon? Saidjon bularni bir qog'ozga solib o'zing, paketga so'rasan, ha? Rais bojon, rahmat. Ko'zingga qarab ber. Mayli, so'rab qolasan. Rais bojon, rahmat. Voy, odam ko'rib bunaqa shantaj odam ko'rganim yo'q. Voy, tavba qilsam, ayol kishini bosh chanog'ini o'zimniki deb kelib o'tiribdi. Ammo o'qiganman, oliy ma'lumotman, bilaman-ku hamma narsani. Bekorga mahallaga rais bo'lib yurganim yo'q. Validonim qanday? Voy, validonni ham olib ketdi. Voy, validon. Tursunbek, mana seni halol ishlab topgan puling. Ukajonim, bu safar birovga pul bergan payti o'yla. Qara, o aptiga qara, kim u? Beradimi erta bir kun, yo'qmi? Bu yerda 700 dollar-ku. Ukajonim, hozir kunda ofisdalar ham 10% chiviga ishlayapti-ku. Men o'zimni halol pulimni oldim, jiyanim. Siz ham oldingiz-ku. U meni pulim emas. U Hamdamni puli. Birovning puliga ko'z alaytirman, Nayjon. Bilasanmi? Bastian Schweinsteiger deb bitta gapi bor. Nima? Sebastian Schweinsteiger bilan tez qilib yerdan. Yo, hozir birovga ham yaxshilik qilib bo'lmay qoldi. Sal yaxshilik qilsang ustingga chiqib tushadi yotdi. Ras, ya, budas, yakna, budas, yak, bobokka, kvi, budas, ras, 2, 3, 4, 5. Gada, lekin senday unaqa krishsa tvar odam ko'raman. Qaysi payt o'lgurding ona MRTlarni chiqarish, spravkalar, diagnostikalarni men senga bosh hayronman. Sayfijon, Katinamda bitta gap hech qachon esimdan chiqmaydi. Ulim, ertaga qor yog'adi, boshingga shapka kiyib yur deydi. Bu gapda nima daxli bor? Esimdan ham chiqarib yubording, jim ket. Ras va Aslida to'yimga hamdam so'yib cho'qiram, men bilmasam, Tog'jonga hamdam so'yib yo'qam yo boshqa san'atku. Menga qara, Tog'jon deb kuyib pishasan. Tog'joning 10 yildan beri seni to'yingga pul topolmaydi-ku. Menga 10 yil kerak emas, 1 soat ham yetadi, ma.
Sharoiting tikla. Zarnigorjon, men senga shunaqa to'y qilib beraman. Dugonalaring og'zi kalsha bo'lib ketadi. Chunki men senga to'yingga hamdam so'p berib olib kelaman. Maktabim. Latta $200 berdi menga. Gaday, bu meni pulim emas. Bu hamdamni puli. Birovni puliga ko'zal aytirma. Shu gapirma 200 beryapti. Nima qilasan pulni? Shaxsiy ishlarim bor. Tirishib pursiga olaman. To'yingga bu narsa olaman. Tak. Saypidan 200 paxta qo'pardik. Boyagi patsanchadan 300 chani qo'pardik. Endi gadayda $500 bor. Gaday nima qiladi? Mazza qilib ishlatadi-ku. Bugun xullas kechqurun gaday diskotekaga boribdi, qizlar oqobdi-ku. Shura xolajonimi? Assalomu alaykum, Katinamni dugonasi Shura xolajonim, yaxshimisiz? Voy dadajon, sog'liging yaxshimi bolajonim, yaxshi yuribsanmi? Tushunmadim xolajonim. Har doim mana yo'ldan o'tgan ketganda chuqur-chuqur qilib g'iybat qilib nastoreniyachani zo'r qilib o'tiradingiz, nastorenangiz yo'q. Tinchlikmi? Bo'ldi, hal qilamiz, nima muammo? Yaxshi muammo emas. Kim to'g'rilaman. Biratan, mumkin bir minutga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ideal yaxshimi? Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Mana shu turishingizga bitta qora jentrocha kamas. Yaqinda to'y qilmoqchiman, jentr Petromek kerak emas. Moshka o'tiringda. Oh, uni yarashgani qarang. Akajonim, to'y bir kunlik o'tayotgan narsa, ajentrocha butun umr mazza qilib minib yurasiz. Tim bo'lib to'yingiz ekan. Kechki payt borib kelib oldinga dadajonimga deb yozsangiz, dada shunaqa xursand bo'ladilar. Dadajonim yo'q-da. Zato tog'ajonim bor. Как раз tog'ajonimga deb yozdirib kelamiz, tog'a shunday keladilar. Shunday deydilar-da, hammani oldida peshonangizdan o'pib, jiyanim, rahmat senga, umringdan baraka top. Qo'ni qo'shnilar oldida, mahalla kuyda oldida ham shunaqangi hurmatlar oshadi. Bu sizni jiyanlik qilgan eng katta yaxshi ishingiz bo'ladi. Akajon, eshityapsizmi? To'g'ri aytyapsiz. Tog'ajonim shuncha yildan beri piyoda yuryapti. Men to'yni qilganim qarang, qanaqa jiyanman. Ko'ryapsizmi aka? Siz hali yoshdasiz, aka qarang. Bu o'zi Gentro bo'lgan bilan aka, bu chist katta bolalar mashinasi. Nimaga deganda qarang, bunda Malibu bar, Malibu rul, Malibu Richard, yangi mashina. Nechinchi yil bu? 2025 bu akajon. Nimada yuradi u, benzinmi yo? Propanda bu aka. Tog'ajonning ekonomik komfortli aka. Lekin Nimasini so'raysan bolajonim? Kecha pensiya plastigimga pul tushdi. Yeymiz, ichamiz deb turgan pullar, mana uyimga janjal bo'lyapti. Plastik telefonni kodini so'rasa aytib qo'yibman-da. Qishloqda oddiy, sodda odamlardan foydalanadi-da bu haromlar. Shura xolajon, kimda kim sizga telefon qilib, mana kodni ayting, pul tashiyapmiz, yaxshi kunlarga ishlatasiz, desa ishonmang, mashinliklar ular. pulim sal kamida, men onang ko'p to'y qilay akajon. Aka to'xtang. Hamma narsani yo'li bor aka. Mashina narxi $10,000. Sizda necha pul bor aka? Kelishamiz yo'g'ini. 5,000 yaqin bor. Akajon, 5,000 bor ekan-ku, akajonim. 5,000 bilan hamma ishimiz bitadi aka. Nimaga o'ylaysiz? Qarang. Tak, sizda 5,000 bo'lsa, mashinamiz narxi $14,000 bo'layotgan bo'lsa, $9,000 qoladi. Akajon, 9,000 ga bor-ku. Pulingiz bo'lganda bo'lib mayda qilib beraverasiz. Men sizga telefon qilib, aka, pul nima bo'ldi? Qachon pul berasiz? Qachon nima? Unaqa narsa bo'lmaydi aka. Bizda erkakda biz akajon. Rahmat. Sizga yo'qdimi? Yo'q, tak. Senga pushaymon, o'zingga dushman deganda, bir so'm pulsiz qolib o'tiribman. Shura xolajon, yig'lamang iltimos. Mana bu bir tomchi ko'z yoshingiz million pullardan qimmat turadi. Siz o'z sog'lig'ingizni asrang. Mana bu pul Shura xolajon. Bu pulni olasiz, farzandlaringizga, shu o'g'illaringizga, ro'zg'origa kerakli narsani olib ishlating, biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'lasiz Shura xolajon. Balam, menga beribsan, Allohim ziyoda qilib bersin. Biringga milliardlab bersin ilohim. Alloh kamini to'ldirsin ilohim. Yuzing yorug' bo'lsin, martabang ulug' bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling, o'zingizni asrang, ko'p yig'lamang. Rahmat. Akajonim, soat shunday 5 ga qarab kelaman. Shunday to'qajonimizga shunday podarka qilamiz, keyin borib oformat qilamiz. Barakami? Baraka. Murodjon, kechga qarab ko'rishamiz, maylimi? To'xtang. Ano bantiklar esdan chiqmasin. Hop, pizzatilla akajon, mo'yka qilib oldinga to'qajonimga, orqasiga jiyanjonimga deb bantiklarni olib kelaman. Maylimi? Rahmat. O'zingiz asrang. Diskoteka, national klublar bo'ladi. Muhimi xolajon xursand bo'ldi. Xursandchiligini ko'rib, bag'ri dilingga ayraydi. Sayf to'y boshlayaptimi?
O gitarchi aka, o'zi bitta qo'shiq qilsizda iltimos qildim. Shida parod qilyapsiz. Bo'lib kutyapmiz. Tog'jon kelgancha repetitsiya qilamiz. Tog'dan tushmas qor bo'ling, tog'a. Baxtimizga sog' bo'ling, tog'a. Jon tez. Sog' bo'lasizlar. To'xta, stop. Nima gap? Nima bo'lyapti? Musiqa darsi bo'lyaptimi? Tez boring, kitobni qo'lga ol. Tez yo'qol, tez bo'l. Menga qara Sayfujon, bu kunlik ko'ryaptim deyman. To'y boshlayapsan shuncha dabdaba, ha? Gaday to'y bir kunlik. O'tadi ketadi, lekin Tog'jon xursandchiligi bir umr. Yo, tushundim. Tog'ajon xursand bo'lsin deb vaqtliroq to'yni boshlayapsan. Muncha tantana nima kerak? To'poymiz aytayapman senga, Tog'jonim uchun bu. Tog'jonga surpriz. Jentro sovg'a qilmoqchiman. Jentro. Nima? Jentro? O, menga qara, girman qo'sh. Men seni to'yingga deb beruvdim, Hamdam Sobirovni chaqiramiz deb beruvdim. Tog'ajoningga jentro olamiz deb bermadim-ku pulni. Tva, Tog'jon necha yildan beri piyoda yuribdi, ha? Hozir to'y ko'ngilga sig'adimi, ha? Senga neujali insof yo'q, sendan parod qilding-ku. Yo, mabodo jentroni ana qo'shni qishloqda vali moshin purishni olmadingmi? Valida deb olmayman. Yo, bani Sayfujon. Valijon yaxlatdi ketdi seni. Tamam, yaxlading, to'yamatmen. Gaday, sen nima men chumo deb o'ylabsanmi? Bu dunyoda birinchi kun yashayapman, bu yerlarda birinchi kun yuribmanmi? Men ham hamma narsa hal. Mana telefon nomerimni qo'yib telefon qilaman. Haqiqatan. Endi qishloqda svязь yo'q-da, Gaday. Menga qara Sayfujon, u odam telefonda butun umr svязь bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Hozir yana bitta qayt chiqaman, qizilab keladi, ko'rasan. Vaqt chiq. Ketdi, Gaday. Nima ketdi, Sayfa? Hamdam Sobirov ketdi. Sayfujon, zatarang qilib chichi yuboribsan-da lekin. Gada, двойной chichi yubordi. Yo'q, bani Tog'jonga surprizim bor deb aytdim-ku. Endi Tog'jonga nima deyman? Sayfujon, endi nima desang deysan, ayla o'zi ham kelyapti. Ye, Tog'ajon. Assalomu alaykum, Tog'ajon. Yana nima qilyapsan? Mana farishtachayiz o'zi tushuntirib beradi nima bo'lganini. Tushuntirayotgan narsalaring ko'plar kitob qilmaydi. Qani? Baska hozir hammasini tushuntiraman. Brat, bizning hisob top nima bo'ldi? Menga qara, oldin qishloqda bir 2-3 ta san'at to'yini o'tkaz, challarni o'tkaz, parcha pisharni o'tkaz, berga kuyov pul bering, hisob top qiling deysan. Men hayotimda birovga bir tiyin bermagan. Tez qurib berdim. Tog'dan tushmas qor bo'ling, tog'a. Men o'zi aybim yo'q. Baxtim uchun bor bo'ling, tog'a. Urumsiz or bo'ling, tog'am. Baxtim uchun bor bo'ling, tog'a. Omadimga yor bo'ling, tog'a. Boshi sotibizga. Baxtim uchun bor bo'ling, tog'a. Urumsiz or bo'ling, tog'am. Baxtim uchun bor bo'ling, tog'a. Bor bo'ling, tog'a. Saybat qiling, bor tashqariga repetitsiya qil. Gapga qo'shmaydi. Tog'jon, ming bor uzr kechiring, boshqa qaytarmaydi. Iltimos Tog'jon. Qaytarilaveradi. Menga eshitma tushuntirma. Saidni darmaydiga shaharda ish tayyor. Qurrama bezitgan oldi. Ishga qurri. Ular qurri davay ishga. Tog'ajon, balkim kechirasiz. Ertalabdan shaharda, Gaday. Mana keldik tog'ang aytgan adresga. Yo'pani, shira ishlaymizmi, Gaday? Kanishdi. چلا بر دستی سفیدی چلا دور ماما سایبی چلا عاشقی زاد چلا بر دستی سفیدی چلا دور ماما سایبی چلا